Allah subhanahu ve Taala'nın El-Hafiz, El-Rafi' degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dehtanlarga Ustaz Abduvali Qari rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuru astida Allah subhanahu ve Taala'nın güzel isim sifatlarının tafsirleri derslerinden Allah'ın El-Hafiz, El-Rafi' degan isim sifatları haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Ba'da auzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın El-Hafiz, El-Rafi' degan isim sifatlari haqidagi tafsirlar. Allah'ın bu isim sifatları Kur'an'da nurg'un o'rinda tilga ilingan. Vaqi'a surasining 1-2-3 oyatida إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة tercümesi Kıyamet qayım bo'lgan chaqda hech odam uni inkor qila olmaydi. Zemin qattiq tavritilgan, tog'lar parchalanib, to'zandek to'zib ketgan chaqda qiyomat ba'zilarni do'zax kirgizish bilan darajasini tushirdi, ba'zilarni jannatga kirgizish bilan darajasini ko'tardi. Al-Hafiz paslatguchi zot demakdir. Ya'ni kofirlarni iymonni ixtiyor qilmasdan kufrni ixtiyor qilib, fisqni ixtiyor qilgan kishilarni solih amalni ixtiyor qilmasdan gunohlarni ixtiyor qilgan kishilarni baxtsiz qilib martabasini pasaytguchi degan bo'ladi. Iymonni, solih amalni ixtiyor qilib yashagan mu'minlarning martabasini oliy qilguvchi zot Ar-Rafi' sifatidandir. Al-Hafiz va Rafi' bu ikki ismi billa zikr qilib aytildi. Ya'ni kafirlar kufrini tanlaganligi sababidan ularni baxtsiz qilguvchi, pasaytguchi zotdir. Iymonni ixtiyor qilgan mu'minlarning darajasini saodatman qilish bilan dunyo va oxiratda oliy qilguvchi zotdir. O'zining do'stlarini o'ziga yaqin qilish orqali oliy qilguvchi, o'zining dushmanlarini o'zidan yiroq va baxtsiz qilish orqali pasaytguchi. Hatta shu darajada paslatdiki, agar iymonni ixtiyor qilmasa, o'zlarining hayvonlardan past bo'lib ketganligini his qilmasdan o'zini saodatman deb yashaydi. Iymonni ixtiyor qilgan kishilarning fikrlarini faqat ko'rgan narsalarga ishonmasdan, ko'rgan narsalardan sirt yana boshqa olamning borligini bildirish orqali martabalarini oliy qilguvchi zotdir. Kufrni tanlaganliklari uchun o'zini tashkil qilgan modda va ruhni esidan chiqarib, ruh haqqini ado qilmaganliklari uchun hatto hayvonlardan past qilguvchi zotdir. Mana bu Al-Hafiz sifatining ma'nosi. Mana inson modda va ruhdan tashkil topgan. Agar inson shahvatning kayniga kirib, o'zidagi ruhning Allah subhanahu va taolo tarafidan kelganligini esidan chiqarsa, u ruh haqqini ado qilmaganligi uchun hayvonlardan ham past o'ringa tushib qoladi. Agar inson o'zining modda va ruhdan tashkil topganligini bilib, ruh haqqiga rioya qilib, aqlning kayniga kirgan bo'lsa, farishtalardan ham oliy bo'ladi. Chunki farishtalarda nafsi xohish degan narsa yo'q edi. Hayvonlarda bo'lsa faqat nafslan bor edi. Hayvonlar faqat nafsining kayniga kirishga ma'zurki, ularda aql yo'q. Farishtalar faqat pok ruh bo'lib, ularda nafs bo'lmaganligi uchun
ular mecburi holatda pak hayotda yashaydi. Insonda ikkilisi bo'lganligi uchun agar nafsi qalbi qiysa, ular hayvondanmi past bo'lib qoladi. Agar aqli qalbi qiysa, u chaqda ular farishtalardanmi oliy bo'ladi. Ana Alloh subhanahu va taolo insonni ixtiyor sifatida yaratdi. Agar iymonni, solih amalni tanlasa, martabasini farishtalardanmi ham oliy darajaga ko'targuchidir. Agar o'z ixtiyori bilan kufrni tanlagan bo'lsa, hayvonlardanmi ham past qilguchidir. Benda Alloh subhanahu va taolaning bu ikki sifatini bilgandan keyin qayerda bir haqiqatni ko'rsa, haqiqatni ko'tarishga yordam qilish kerak. Qayerda botilni ko'rsa, botilni pastiltishga harakat qilish kerak. Bu narsa haqiqatdagi kishiga yordam berish orqali botil ahlilarga yordam bermaslik bilan uning zarriga gap qilish orqali o'zining bu ikki sifatdan ulushini ajratib oladi. Alloh subhanahu va taolo o'zini pok saqlagan hayotida dunyoni do'st tutmasdan Allohni doim yod etib turgan kishiga qiyomat kuni shundoq deydi ekan. Dunyoni do'st tutmasdan yashaganliging bilan mendan dunyoda rohatni qo'lingga keltirib olding. Foydasi o'zingga bo'ldi. Dunyoni do'st tutmagan odam istirohat bilan yashaydi. Meni zikr qilib yod etishing bilan o'zing sharafli bo'lib yashading. Mening roziliqim uchun mening do'stimni do'st tutib, dushmanimni dushman tutdingmi? deydi. Allohning do'stini do'st tutish bo'lsa, bendining ar-rafi' sifatidan ajratib olgan ulushidir. Allohning dushmanini dushman tutish bendining al-khafid sifatidan ajratib olgan ulushidir. Qur'on va hadislarda Allohning bu ism sifatlariga aloqador tuvendagi mazmunlar tilga ilingan. Allohning al-khafid degan ism sifatlarini izohlaydigan oyatlar Sura Isro 24-oyati tarjimasi ularga kamoli mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomalada bo'lgan va ey Rabbim, ular meni kichikligimda tarbiyalaganidek ularga marhamat qilgin degan. Sura Voqea 1-2-3-oyatida tarjimasi qiyomat qoyim bo'lgan chaqda hech odam uni inkor qila olmaydi. Zamin qattiq tavritilgan, tog'lar parchalanib, to'zandek to'zib ketgan chaqda qiyomat ba'zilarni do'zaxga kirgizish bilan darajasini tushirdi. Ba'zilarni jannatga kirgizish bilan darajasini ko'tardi. Sura Hijr 88-oyatida tarjimasi ba'zi kofirlarning biz bahriman qilgan narsalarga ko'z solmag'in. Ularning iymon etmaganligidan qayg'urmag'in. Mu'minlarga kamtar bo'lg'in. Sura Shuara 215-oyatida tarjimasi sana ergashgan mu'minlarga muloyim bo'lg'in. Alloh subhanahu va taolaning ar-rafi' degan ism sifatlarini tushuntiradigan oyatlar Sura Yunus 26-oyatida tarjimasi yaxshi ish qilganlar jannatga va Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi. Ularning yuzlarini qorliq va xorliq qoplamaydi. Ya'ni ularga g'am, qayg'u va parishonlik yuzlanmaydi. Ana shular ahli jannat bo'lib, jannatda mangu qolg'uchilardir. Sura Yusuf 52-oyatida tarjimasi Yusuf aytdi: bu ya'ni podshohning elchisini qaytirib etganligim, aziz yo'q chaqda xotiniga xiyonat qilmaganligimni va xoinlarning hiylasini Allohning muvaffaqiyatga erishtirmaydiganligini azizga bildirish uchundir. Sura Al-Isro 81-oyatida
haqiqat ya'ni islom keldi. Batıl ya'ni kufr yo'qoldi. Batıl haqiqatan o'ngay yo'qoladi degan. Sura Sod 76-oyatida tarjimasi iblis men uningdan ortiq meni o'tdan yaratding, uni loydan yaratding dedi. Sura Naml 33-oyatida tarjimasi ular aytdi: biz kuchlik va jangovarmiz. Ish sening ixtiyoringdadir. Bizni nimaga buyuradiganligingni o'ylab ko'rgin. Sura Qasos 78-oyatida tarjimasi Qarun mening alohida bilimim bo'lganlikdan bu boylikqa erishdim dedi. Qarundan ilgari o'tgan ummatlardan uningga qaraganda texmi kuchlik, to'plagan meli texmi ko'p bo'lgan kishilarni Allohning halok qilganligini u bilmadimi? Gunohkorlarning gunohlarining so'rilishi Allah bunu bilgenligi uchun hojatsizdir. Hadislerden tercümesi İbn Mas'ud'dan naql qilinishicha bir kishi Payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib, ko'krak muskullari titrab ketgudek darajada ovozni qattiq yuqori ko'tarib so'z qildi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam uningga "O'zingni besavol, men farishta emas, menmi quritilgan go'sht yeb cho'ng bo'lgan bir ayolning bolasiman" dedi. İbn Majah rivoyati. Va rafa'na laka zikrak. Tarjimasi sening shuhratingni ustun qildik. Hadislardan tarjimasi Abu Musadan naql qilinishicha Payg'ambar alayhisolatu vassalam mundaq degan: Choy soqollarga oq kirgan musulmonni hurmatlash, Qur'ondan qalbi yiroqlashib ketmagan hamda qalbidan Qur'on ko'tarilib ketmagan Qur'on yodlig'uchi qorilarni hurmatlash, adil sultonni hurmatlash shubhisizki Allohni hurmatlaganlik ulug'laganlik hisoblanadi. Sura Tahrim 9-oyatida tarjimasi ey payg'ambar, sen kuffarlar bilan va munofiqlar bilan kurash qilgin. Ularga qattiq muomala qilgin. Ularning joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy? Sura Nisa 154-oyatida Tavrat shariatini qabul qilmaganliklari sababli ulardan ahdi almaq uchun ustiga tur teg'ini tiklab qo'ydik. Ularga Baytul Muqaddas darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar dedik. Hamda ularga shanbaning hurmatini saqlanglar. Ya'ni shanbada beliq tutish bilan haddinglardan oshmanglar dedik. Ulardan bu vaqtda mahkam va'da oldik. Sura Baqara 127-oyatida tarjimasi o'z vaqtida İbrahim bilan İsmail Ka'baning ulini qo'pirib etib, Rabbimiz bizning xizmatimizni qabul qilgan, sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'uchisan, niyatimizni bilib turg'uchisan. Sura Nur 36-oyatida tarjimasi Allah'ның ulug'lanishi va ismining yod etilishi buyurilgan masjidlarda mu'minlar atigan oqshomda tasbih etib turdi. Hadislarda tarjimasi Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Ummatimga rahmat qilg'oqroq mehribon kishi Abu Bakr radhiyallohu anhu. Allah'ның ishida qattiq ching turdig'ini Umar radhiyallohu anhu. Hayoliqroqi Osman radhiyallohu anhu. Allah'ның kitobiga qoriroqi Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu. Farzga yoki miros ilmiga olimroqi
Zayd ibn Sabit radiyallohu anhu. Allah aramga olimroqi Muad ibn Jabal radiyallohu anhu. Bu ummatning eng ishonchli kishisi Abu Ubayda ibn Jarrah radiyallohu anhudir. Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban, Hakim, Bayhaqi to'plagan sahih. Sura Zuhruf 32-oyatida tarjimasi Rabbingning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ish qilsin deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Rabbingning rahmati ularning to'plagan narsalari, ya'ni pul mollaridan yaxshidir. Sura Sharh 1, 2, 3, 4-oyati tarjimasi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sening ko'ksingni hidoyat, hikmat va Qur'onning nuri bilan keng qilmadikmi? Sening belingni egivatgan ig'ir yukni ustingdan elib tashladik. Sening shuhratingni ustun qildik. Sura Qasas 4-5-oyatlarda tarjimasi: Shubhisizki Fir'aun Misr zaminida zo'migarlikda haddidan oshdi. Aholisini bo'laklarga bo'lib, ulardan bir toifa, ya'ni Bani Isroilni bo'zaq qildi. Ularning o'g'illarini o'ltirib, qizlarini xizmatga selish uchun tariq qoldirdi. Fir'aun haqiqatan buzg'unchilardan edi. Biz Misr zaminida bo'zaq qilinganlarga marhamat qilishni iroda qilamiz. Ularni yo'lboshchilardan qilishni, ularni Fir'aun va uning qavmining mulkiga varis qilishni iroda qilamiz. Sura An'am 83-oyatida tarjimasi: O'z qavmiga raddiya berish uchun Ibrohimga bergan dalilimiz ana shudir. Xohlagan kishimizni bir qancha daraja ko'taramiz. Rabbing haqiqatan hikmat bilan ish qilguchidir, hammani bilguchidir. Sura An'am 165-oyatida tarjimasi: Allah sizlarni o'tganki ummatlarning o'rin bosarlari qildi. Allah sizlarni bergan ne'matiga shukr qilsin deb, ba'zinglardan bir qancha daraja yuqori qildi. Rabbing osiylik qilg'uchilardan albatta tiz hisob olg'uchidir. Itoat qilg'uchilarni albatta mag'firat qilg'uchidir. Ularga eng mehribondir. Sura Maryam 56-57-oyatlarda tarjimasi: Kitobda, ya'ni Qur'onda İdris qissasini bayon qilgan. U haqiqatan rostchil payg'ambar edi. Uni biz yuqori o'ringa ko'tardik. Alhamdulillah. Yuqorida Ustoz Abduvali Qori rahimahullohning Qur'on va sunnat nuri ostida Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlarining tafsirlaridan Allohning Al-Hafid, Ar-Rafi' degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni angladinglar. Oxirini keyin kitabni o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.